Zulqarnayn yer yüzüde hükümranlık kılgan 4 çoğun büyük padişahının birisi. O dünyanın şərq ve garip tarafida tevhid ve adalet bayrağını lepildetken. Onun peygamber yoki emasligida har xil qarashlar bor. Ammo kuchli qarash Zulqarnayn peygamber emas, musulmon, adil ve salih padişah. Zulqarnayn degan bu isim ikki mo'ngizlik, ikki tarafga ega, ikki asrda yashagan degan ma'nolarni bildirdi. Shunga ba'zi kishilar Zulqarnayn beshiga ikki mo'ngizva dubulg'ini kiratdi, shuning uchun Zulqarnayn deb atalgan deb qarasa, yana ba'zi kishilar u ikki asrda yashagan, shuning uchun ikki asrlik degan nomni bildiradigan Zulqarnayn degan ism bilan atalgan deb qaraydi. Yana ba'zi kishilar Zulqarnayn dunyoning sharq va g'arbidan iborat dunyoning ikki chetini hukmronlik ostiga kirgizgan, shuning uchun u ikki taraflik degan ma'noni bildiradigan Zulqarnayn degan laqab bilan mashhur bo'lgan deb qaraydi. Mayli qandaqli bo'lmasin, Zulqarnayn degan ism yuqorqi 3 xil ma'noning hammasini bildiradi. Zulqarnayn Namruddan keyin İbrahim alayhissalomning davrida yashagan bo'lib, İbrahim alayhissalomning qulda iymon aytadi va İbrahim alayhissalom bilan birga haj qiladi. Qur'onda tilga olingan Zulqarnayn bilan Makedoniyalik Zulqarnaynning ikkisining bir odammi yoki boshqa odammi degan bu masalada da'talash bor. Ammo islom tarixshunoslarining ko'p sonliqi Misrdan Farslarni qo'g'lab Iskandar shahrini qurgan Makedoniyalik Iskandar Zulqarnayn bilan Qur'onda tilga olingan Zulqarnayn o'rtasida bir qancha taraflardan o'xshamaslik borligini o'ttirib qo'yib, ikkisining boshqa odam ekanligini ilgari suriydi. Masalan, bu o'xshamasliklarning birisi Makedoniyalik Iskandar Zulqarnayn Aristotelning shogirdi bo'lib, Aristotelni o'zining vazir qilgan. Makedoniyalik Iskandar Zulqarnaynninki Qur'onda bayon qilingandek bir sepil so'qtirgan tarixi yo'q. Makedoniyalik Iskandar Zulqarnaynning yashagan vaqti bilan Qur'onda tilga olingan Zulqarnaynning yashagan vaqti o'rtasida nihoyat zo'r farq bor degan qarashlarni qo'yish orqali Iskandar Zulqarnaynninki, ya'ni Makedoniyalik Iskandar Zulqarnaynninki Qur'onda tilga olingan Zulqarnayn emasligini kuchlantirdi. Ruhul Ma'ni degan tafsirning avtori Alusi Musa alayhissalomning Fir'avnning qasrida cho'ng bo'lganligini dalil keltirish orqali ikkisining bir odam ekanligini kuchlantirdi. Mayli qandaylar bo'lmasin, Qur'on Karimda tilga olingan Zulqarnayn adil podshoh va tavhid va adolat bayrog'ini dunyoning g'arb va sharqida lapildatgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga payg'ambarlik kelgan vaqtida shu davrdagi yahudiylar agar Muhammad rost payg'ambar bo'lsa, Zulqarnayn, Ashabul Kahfi va ruh to'g'risida ma'lumot biladi. Agar shu 3 ish to'g'risida ma'lumot bilmasa, u rost payg'ambar emas deydi. Yahudiylar payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomning qishiga kelib, "Ey Muhammad, Zulqarnayn haqida bizga so'zlab bergin" deydi. Shu vaqtda Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga Sur Kahfini nazil qilib, uningda Zulqarnaynga aloqador muhim mazmunlarni so'zlab beradi. Uningga maqsadiga yetishning yo'llarining hammasini osonlashtirib berdi. Ya'ni nega yurish qilsa, u yerda g'alaba qiladigan bir xil kuch-quvvatni uningga berdi. Zulqarnayn kengayib hatto kun petish tarafga bordi. U yerda kunning layliq patqaqa petib ketayotganligini ko'rdi. Ya'ni xuddi kunni suvga tushib ketayotgandek, layliq patqaqa petib ketayotgandek his qildi. Ya'ni kunning patadigan, ya'ni dunyoning g'arib tarafiga bordi. Biz Zulqarnaynga xolisang o xalqqa yaxshi muomala qilgin, xolisang jazolagin deb Zulqarnaynga ixtiyorlikni berdi. Zulqarnayn kimki zulm qilgan bo'lsa, ya'ni Allohga ishonmay o'ziga zulm qilgan bo'lsa yoki boshqalarga zulm qilgan bo'lsa, men uni jazolayman. O'lgandan keyin Allohning dargohida yana jazolanadi. Ammo kimki Allohga ishonib yaxshilarni qilgan bo'lsa, biz ularni yaxshi mukofotlaymiz va ularga yaxshi muomala qilamiz deydi. Bağa yerda kishilarning hammasini o'zining hukmronligi ostiga kirgizadi. Hattoki dunyoning u cheti bo'lgan sharq tarafga, ya'ni kun chiqadigan yerga yetib boradi. Bu yerda kishilarga o'xshashlar ikki xil tanlashni qo'yadi. Ya'ni kimki boshqalarga zulm qilgan bo'lsa yoki Allohga ishonmay o'ziga zulm qilgan bo'lsa, uni jazolaymiz. O'lgandan keyin Alloh taolamiz jazolaydi. Kimki Allohga ishonib yaxshilarni qilgan bo'lsa, biz uni mukofotlaymiz va uningga go'zal muomala qilamiz deydi. Kishilarning hammasi Allohga ishonib yaxshi odam bo'lishini tanlaydi. U sharqda ikki tog'ning o'tirisiga kelgan vaqtida hech uchirtib boqmagan bir xalqni uchirdi. Zulqarnayn nurg'ulgan yerlarni kezgan bo'lib, nurg'un xalqlarning tilini biladi. Ammo Zulqarnayn bu ikki tog'ning qashdagi bu kishilarning tilini tushunmaydi. Zulqarnayn tarjimon chaqirtib bular bilan paranglashadi. Bular Zulqarnaynga tog'ning keyindan bir bo'lak kishilar har doim ularga hujum qilib, ularni bulang-talang qilib, ularning ziroatlarini, mol-chavrlarini yeb ketadiganligi, ularning nihoyat zo'migar va buzg'unchi kishilar ekanligini aytib, Zulqarnaynga shikoyat qiladi. Va Zulqarnaynga yalvirib, shu ikki tog'ning o'rtasiga bir to'sma silib bersang, ular bizning qishimizga kelanmasa, biz mol dunyolarimizni sana bersak deydi. Zulqarnayn alayhissalom "Mamakkanni fihi robbi xayr." Menga Alloh taolo bergan mol dunyo, kuch-quvvat, sizlarning biladigan mol dunyolardan ko'p, ortiq. Fa'inuni biquwwa. Sizlar menga kuch jihatda, odam jihatda yordam qilinglar. Aj'al baynakum va baynahum radma. Men sizlar bilan u Yajuj majla o'rtasida bir to'sma silib beray deydi. Bular nihoyat xushallik bilan Zulqarnayn alayhissalomning to'sma silishiga qatnashadi. Zulqarnayn alayhissalom ikki tog'ning o'rtasini temir parcha bilan to'ldirdi. Uningdan keyin temirning ostiga o't yiqib, temirni qizdidi. Uningdan keyin iritilgan misni akilib, ustiga qo'yadi. Shuning bilan mis bilan qoplangan temir to'sma bitib chiqadi. Ammo ular har kuni u to'smani tishish uchun tirishadi. Ammo ular u to'smani qachon tishadiganligi haqida aniq ma'lumot yo'q. Ammo uning tunjisi, ya'ni kichik eg'izi eshitib bo'lgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom bir kuni nihoyat huduqqan, qo'rqqan holda uyga kirib, "Vaylul lil arab
min sharrin qad iqtarab. Pat yaqinda keldigan baloyi ofatdan arablarning holiga voy deydi. Ayoli Zaynab nim bo'lganligini so'ragan vaqtida payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom qo'lini halqib ko'rsatib turib, Yajuj Majujlar to'smidan mushunchalik tashdi deydi. Peygamberimizin ayoli Zeynep, "Ey Rasulullah, bizning aramızda yaxshilar turib, ya'ni sendek, Abu Bakrdek, Ömerdek, mushundaq salih yaxshi kishilar tursa-mu, biz halok qilinandiq" deb so'radi Peygamberimiz Muhammad alayhissalom. "Na'am, iza kathural khubth." Ha, agar nachar ishlar, nachar kishilar, yomonliklar ko'payib ketsa, shundoq bo'ladi dedi. Demek Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam üzünün devrdilar Yajuj Majujlarning sepilini azroqlam ig'iz echib bo'lganligidan xabar berish orqali qiyomatning yaqinlashganligidan shu vaqtda xabar bergan. Zulqarnayn alayhissalom bu to'smining tishlishi haqida fa iza jaa wa'du robbi ja'alahu dakka va kana wa'du robbi haqqan. Allah'ның va'disi kelgan vaqtida, ya'ni qiyomat turgan vaqtida Allah bu to'smini tüp-tüz qilib etadi. Allah'ның va'disi haqdir, ya'ni qiyomatning bo'ldiganligi haqdir degan. Ondaqda bu Yajuj Majujlar kim? Ular yavoyi, boshqa bir shakllik maxluqlarmi? Yo'q. Yajuj Majujlar biz insonlarga o'xshash bir inson. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Yajuj Majujninki ba'zi sifatlari va chiroy shakllari haqida bizga ma'lumot bergan. Payg'ambar alayhissalom hadisda Yajuj Majujlarninki ko'zining kichik ekanligi, yuzininki yapiloq ekanligi va ularning sonininki intayin ko'p ekanligi, ya'ni chivin ko'payganga o'xshash tez ko'paydiganligi va sonining g'oyat zo'r ko'p ekanligi va la yamruna bi filin wala wahshin wala jamalin wala khinzirin illa akalu. Ular bir filninki yoki bir vahshiy yovvoyi hayvonninki yoki tugininki yoki cho'shqining qashidan o'ssila uni yeydiganligi. Ya'ni har qanday bir jonliq hayvonning qashidan o'ssila uni yeydiganlik. Wa man mata minhum akalu. Hatta ular o'zlarining ichida o'lib qolganlarning go'shini yeydiganlik. Ya'ni chub ketgan bolalarninki, o'lib tug'ilgan bolalarninki yoki o'lib qolganlarning go'shini yeydiganligini Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda xabar bergan. Bu sifatlarga qaragan vaqtimizda bu Yajuj Majujlarning kim ekanligi bizning ko'zimizning oldida oshkor namoyon bo'ladi. Yaqinqi davrda o'tgan mashhur olimlardan Ibn Baz rahimahulloh Yajuj Majujlarning nereden chiqadiganligi, ularning kim ekanligi haqida nihoyat aniq qilib, Minasin Shaviyya ular Jungudan chiqadi degan. Buyuk olimiz Mahmud Qashqari Turkiy tillar divanidagi xaritasida Xitoylar yashaydigan rayonni Ardu Yajuj Majuj, Yajuj Majujlar yashaydigan rayon deb ayrim bir rayonga olgan. Yajuj Majujlar qiyomat yaqinlashgan vaqtida u to'smini teshib butun dunyoga tarqaydi. Makka Madinadan boshqa hamma yerga boradi. U yerdagi suv, har qanday yigil bo'lgan narsaning hammani yeb quritadi. Qo'lidan kelishcha zo'migarlik, eskilikning hammasini qiladi. Kishilarga haddidan oshgan zulmlarning hammasini soladi. Hatto bu davr Isa alayhissalom osmondan tushib Dajjalni o'ltirgan kishilarning hammasi musulmon bo'lgan bir davr. Mushu davrda Alloh taolo Isa alayhissalomga vahiy qilib, bir-birlik kishilar bilan turtaqqa chiqib Allohga duo qilishga buyurdi. İsa alayhissalom Alloh taolo buyurgandek bir-birlik kishilarni agashtirib turtaqqa chiqadi va Yajuj Majujning halok bo'lishini Alloh taolodan tilaydi. Yajuj Majujlar shu darajada haddidan oshudiki, zaminda qildigan buzg'unchilik eskilikning hammasini qilib bo'lib, hamda osmon ahliga, osmondagi kishilarga urush ochamiz deb osmon qaratib o'q otadi. Alloh taolo ularni imtihon qilish uchun u o'qni qonga milangan holatda qaytaradi. Ya'ni o'q osmondan qonga milangan holatda tushadi. Buni ko'rgan Yajuj Majujlar osmondagi kishilarning ujuq turibdi deb ko'ranglaydi. Mushu vaqtda Alloh taolo Isa alayhissalom va boshqa musulmonlarning duosini ijobat qilib, ularning kuchining naqadar ojiz ekanligi, o'zining kuchining naqadar buyuk, cheksiz ekanligini ko'rsatib qo'yish uchun ularga kichik bir qutni avatadi. U qutlar Yajuj Majujlarni xuddi bir odamni o'ltirganga o'xshash tez suratda o'ltirib o'tadi. Ularning sonining ko'pligidan jasad purab sesib, butun dunyoni sesiq puroq qoplab ketadi. Isa alayhissalom Allohga yana duo qilib, bu sesiq puroqni yo'qotishini tilaydi. Alloh taolo ularning jasadini yeydigan bir qushlarni avatadi. Qushlar Yajuj Majujlarning jasadini yeb ularning jasadini zamindan tozalaydi. Undan keyin Alloh taolo mo'l yomg'ir yog'dirib, bu sesiq puroqni yo'qotadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Yajuj Majujdan keyin kishilar Baytullohga kelib haj va umr qiladi degan. Bu hadisdan qaragan vaqtimizda Yajuj Majujdan keyin kishilar normal turmushiga qaytadi. Endi Zulqarnayn qaytib kelsak, Zulqarnayn sharqdagi u ikki tog'ning qaytishdi kishilarga ularni Yajuj Majujni saqlaydigan to'smini sepirib bo'lgandan keyin qaytib Iroqning Bobil degan yeriga kelgan vaqtida pushtumtut kasal tegib vafot bo'ladi. Iskandar Zulqarnayn vafot bo'lishidan ilgari meni yuyib kepellab tavutimga qo'ygan vaqtinglarda bir qo'limni tavutdan sangiltib qo'yinglar. Xizmatchilarimning hammasi keynimdan mangsun. Mening xazinamni otga yuklab, unimi keynimdan mangdiring. Dunyodagi eng saltanatlik, eng hashamatlik, eng boy, eng cho'ng hukmron podshohmi dunyodan quruq qo'l ketganligini ko'rsinki, bu fani dunyoga aldanmasin deydi. Uning bu vasiyati degini bo'yicha ijro qilinadi. Bu qissadan elishga tegishli ibrat va darslar. Birinchidan, kuch,
hükümdarlık, saltanatning Alloh taolo tarafidan ekanligi. Alloh taolo uni xohlagan kishiga beradiganlik. Ikkinchisi Yajuj va Majujning chiqishi qiyomatning alomati ekanligi. Uchinchisi Yajuj Majuda ko'p kuchli bir xalqningki Allohning irodasi, Allohning qudrati bilan eng oddiy sabab bilan vayron bo'lganligi. Shunga zulmga qarshi, zolimlarga qarshi bizningki ularga kuchimizning yetishi muhim emas, bizning harakat qilishimizning muhim ekanligini ko'rib olamiz. To'rtinchisi har qanday kuch, har qanday saltanat, har qanday podshohlik mayli adil bo'lsin, mayli zolim bo'lsin, cho'qim oxirlashadiganligini ko'rib olamiz.